bor ekan kitoblar. Bu mashina qachon oladi? Uni bilmayman sizga baribir. Kiyim-kechak magazini chop qilsa bo'lardi. Shunaqa magazinni. Qarang bu. Narsalar bor ekan. Yaxshimisi bor-a? Zo'r narsalaringiz bor ekan-a? Ha, qo'ying kerak. Men bilani. Bu chiroyli-da. Qara, mana buni olib ber bola. Nech pulga aka bu? 350 yoki? Qimmat bu. Varsona, Azora narsa qarang, bu qimmat varsona. Qarang, hamma narsasi bor ekan. Mana shuni olib bera qol, iltimos bolam, kiyim olib bermasang ham mayli. Hammasi nech pul ekan aka? Bu 850 ming so'm bo'pti. Bu yaxshi gap. Qaynonamga olib qo'ying, shoxtimani, chetga olib qo'ying. Ona qarang, arzon narsa qarang, mana qimmat narsa qaramaydi, yo cho'ntagini ko'tarmaydi mana ham. Arzon narsa qarang, kelishtirib. Shu uraverasizlar. Buni turma tushunayli. Mana ishlab Okan, yaxshilab ko'p olib qilib bering, ham olib ketaman, xo'p? Yo'q, qo'yilmasman sizga. O'zingizdan xafa qilib qo'yganingizni sezdingizmi? O'zingiz kiyganni sodalash vosita qimmat do'st qayningizga yaxshisini olasiz. Endi aka, kelin berib qo'ygan qizini. Qilib qo'ygan joyi bor. Qilaman, kimga qilaman bu? Ona, sizni shunchalik katta qilib, o'stirib qo'ygan. Sendek erkaklarni ham yer ko'tarib yuribdi-da. Qo'ysangiz sotganini ko'ra boshqasiga sotgani yaxshi. Borib chiqib ket bo'tda. Sizlar ham eng zo'rg'ini onanglarga qilinglar birinchi bo'lib. Keyin qolgani bir gap bo'ladi. Mana shunaqa og'ayninglarga jo'natib qo'yinglar, qaynotasini yaxshi ko'radiganlarga.